Ha, yaxshi, yaxshi. Tipa. Yaxshi. Yaxshi. Toz tipa. Yaxshi. Tap. Tipa. Yaxshi. Bu stop. Yaxshi. Tipa. Toz tap. Tipa. Tipa. Yaxshi. Tipa. Toz tap. Tipa. Yaxshi. Tipa. Stop. Hepsini. Tipa. Yaxshi. To'xta deyman. Qara seni. To'g'ri yurak. Non kepi. Dada, sening xo'rizingni mening xo'rizim yengib oldi. Endi kelishganimiz bo'yicha. Nima bo'ldi? Ufturbatsi, xo'roz ufturbatdi. Men ufturbatmidim. Nima qo'lingni qalandardek tanlab yuriysan? Dada, biz kelishgan-ku. Nimada kelishgan? Agar sening xo'rizing mening xo'rizimni yengib olsa, men etizlikqa berib, sana yordamlashadigan, shundaqla tuqunimizning qizi bilan to'y qiladigan. Agar mening xo'rizim yengib olsa, menga pul berib, igilik tiklashimga yordam qiladigan bu bitishgan-ku. Buni unutib qoldingmi? Men shundaq dedim-mi? Ajib esimda yo'q-ku. Dada, bu nimdiginan? Tixeyli o'z og'zing bilan degandim-ku. Yeni vasang bo'lmaydi jima. Dada. Endi esimga keldik. Bo'pti. Gapimdan yenib olmay, ha? Mana. Tuta, obdan xashla, ha? Oshqinni yondirmasangmi bo'ladi. Dada, bir moni qandaqmi pul degili bo'lsin? Nima? Bir mo pul emasmikan? Qarig'ina buningga ustiga Jungo Xalq Bankisi deb yiziq turmamdi. Demak, bu mo pul qo'rqmay xajlab bo'lamaganni xajlab ola. Dada, hamma odam pulni to'niydi, lekin bu bir mo'kan-ku. Hay. Biz pulning sonini deyishganmi? Ha? Deyishganmi to'q? Bergan pulni xajlayapman, xajlaba. Biz pul tikishgan. Biroq shu aniq sonini deyishmagan. Biroq dada, nima biroq? Bu pul emasmikan? Bir mo'chammi pul bolam. Bergan pulni xajlayapman. Dada, bir mo'chani qandaqmi pul degili bo'lsin? Nimani pul deydimsa? Bu pul olmay nima ekan? Dada, menga jiq pul bermasangmi mayli, 100 qo'yla bergin bo'ladi, 100 qo'yla. Ha, 100 qo'y. Nima? 100 qo'y. Sana bir mo'mi yo'q. Ben vashti qilib, kunda pulning jirilini qilgan. Ya nima qaraysan? Sening bundaq chidamasligingni bilgan bo'lsam, sen bilan to'qqiz o'qashtirmaydim. Nima? Sen texmini gipidan yinib oldi. Chidamas demakchimi? Ha, pochig'ingni chekmadan bo'lsam. To'xta! To'xta! Voy. Assalomu alaykum Kamilka. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Bo'ldi, so'ramayli qo'ying. Bugun atiganda dadam bilan so'qishgan o'xshamamsa, ha? Meni bu johil dadamniz. U kashkichi meni xotin ol, dehqonchilik qil, qo'y boq deydi. O'zingizmi bilasiz, men maktab bitirib kelgandan buyon yo tuzuk ishning tayini yo'q. O'zim igilik tiklay desam, yo dadam menga yordam qilmagan. Qarang, atdiganda zerikib, dadam bilan xo'ra so'qashtirgan. Lekin dadam chidamaslik qilgani ozdab, yana texim men bilan so'qishdi. Bo'ldi, uka. Ortiqcha o'ylab ketma. Men hozir shaharga kirib, to'pkulash mashinasi setib olmoqchi. Shundaqmi? Ha, vaqti kelganda sami ish chiqadi, biz ishlaymiz. Ha? Bak yaxshi bo'pti. Meni bu tarsa dadamniz ozroqmi sizga o'xshamaydi. Dada, supurgini ko'tarib nima qilasan? Kamilka, mening bu dadamning supurgiga alohida ishtiyoqi bor. Supurgini hammadan bak yaxshi ko'rdi. Shunlashqa Yahya supurga degan nomi beqatar qolmagan. Shundaqmi dada? Nima? O sultan, meni chidamas deganni ozab, texyani haqning oldida mening yuzimni to'ymoqchimisan? Ha? Bu ishning kuchiga men seni. Agar men ishning kuchiga bo'lsam, sen nima? Ha? U sultan qanaqa qadamni bermoqchi? O'zingizni besib seni chiroyli deyishmam do'q, ha? Ko'ring o'misan.
Bu degan ailemizning ishi, boshqalarning otqochilik qilishning hojati yo'q. Hey, to'xta! U ablah, parchangni chekib aytma. Hey, to'xtab tur. Hey, to'xta! Hey, ya Tafan! To'xta! Bu itning kuchiga aman bir kuni parchangni chekib atmaydigan bo'lsam. Hey. Sacide, kechiring. Men qasddan qilmadim. Men qiytiqlaringizni to'lab beray. Avval eling. Sacide, men yenimga pul solmabdiman. 1-2 kundan keyin sizga to'lab beray. Bo'lamdi. Yo'q, bo'lmaydi. Hozirla to'lab berasiz. Agar hozir to'lab bermasangiz, berib tadingizga deyman. Yo'q, Sacide, hargiz unda qilmang. Bo'lmasa dadam mening putlarimni chekib etishdan yanmaydi. Undaqda putlaringizni mening chiqib etishimdan qo'rqmamsiz? Bir china qaytiq uchun putlarimni chaqtirib etishingizga ishonmayman. Ha, bo'ldi. Qinidanga, nimaga bo'rdan nurkigan qo'zda qechib yuraysiz? Bu quloq kesdiniz-a. To'xta. Hey, sen xo'roz, mening xo'rizimni yengib olding. Qarab tur, Soltak. Sening xo'rizingni bir vaqt o'xshagan to'xo qo'rmizga aylantirib etmasam. To'xta. Siz bundoq ketaversangiz bo'lmaydi. Ish bo'lmaganda bir ishni peshin tutishingiz kerak. Siz meni mushundaq lag'aylab yurishga amroq demsiz? Garchi dehqonchilik yomon ish bo'lmasa-mu, dadam meni dehqon bo'l deb turib oldi. Amsi qanday qilay deysiz? Men o'z oldimga bir egilik tiklaymikin deyman. Lekin armog'i tushliq darmon yo'q-da. Agar sizlar meni qo'llab bersangiz, men cho'qim bir ishni boshqa chiqa olayman. Men sizning ma'naviy to'yligingiz bo'lamdim. Shundaq. Agar siz meni qo'llab bersangiz, men cho'qim bir ishni boshqa chiqa olayman. Sizning ma'naviy to'yligingiz bo'laman. Shundaq. Muvaffaqiyat qozongan erning keyinda bir ulug' ayol bor degan so'zni anglab baqqan bo'g'aydingiz. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqay. Bu gapni zora kim degan? Buni bilmaydi ekanman. Ish qilib dadam demagan. Ha, bilmayman dang tangliq arbob. Biroq bu muhim emas. Muhimi siz. Siz avval menga ma'naviy to'rik bo'lasiz. Keyin siz mening ayolim bo'lasiz. Nima deb so'rayapsiz? Ayolim demsiz? Kim sizning ayolingiz ekan? Yo'q. Men asli undaq demoqchi emas. Men sizni mening bolalarimdan, bo'ldi demaganlar bo'laylar. Yaxshi-ku, siz meni bola boqib chiqmoqchiman. Mana hamsa. Nima qilamiz bu? To'xta. To'xta. Peşimga. O yoqda. Bu yoqda. Ne dur? Ay. Qara seni. Soğuk tushgan mushtak chumshibli qopsan-ku. Oy, balam, qaytib keldingmi? Qani to'g'ri qo'rda qilgin. Balam, nim bo'lding? Bugun havo shundoq ochiq, yomg'ir yog'magan tursa, kimdir o'lib ketibdi-ku. Cho'pchig'ini bo'lib qolgan turib, suv o'ynamsan. Bo'ldi vaqt darhol uyga kirib kimdirni yangishli vaqin.
Ale. Hey, bugün acab to'g'ri qo'rdiga yig'inlar kelib qopdi-ku. Odatdagi chaqlarda kechda suyuq salan tomoq yeytinglar. Bugunchi dadamning to'xo qo'rdiq yigisi kelib qopti ekan. Shuni aytdim. Jigina. Seni nochi qilgan xo'rizing mana endi mening mezlik tomoqimga aylandi. Yo'g'anchiligini yana qila. Men bir ko'rib boqay. Uxlasangmi tushunga kirmagan bo'g'aydi. O'sotdek. Hey. Bugün dadam boshqacha turdi-ku. Azaldan to'xo go'sh bilan xo'sh yo'q odam. Bugün ajab to'xo go'sh yegiz kelib qopti. Balam, tamog'ini yemay nima qarayapsan? Tamog'ini ye. Opa, mening xo'rizim ko'rinmaydi-ku. Dadam u xo'rozni o'ldirib, to'xo qo'rdiq qilibdi. Yeyotgan shu xo'rozning go'shti. Nima? Nima oldu? Xo'rizingni yevasam nima bo'pti? Unimi mana men baqqan. Agar yana gapimga kirmaydigan bo'lsang, seni mi yevatman? Opa, ko'rdingmi? Menga ustirib etib, mendan olanmagan dardini mana xo'rozdan oldi. Qap. Men bu sening xo'rizingning tukini birdan julab, dumlab yevatmaydigan bo'lsam, qarab turjima. Naytım afsus bola. Bu arzuyunga yetenmaydigan bo'lding. Men xo'rozni bozorga opirib, ilishig'i setib etdim. Men yanıla sening xo'rizingning go'shini yey. Bo'ldi qilsangiz-chi. Assalomu alaykum Kamilka. Oy. Va alaykum assalom. Buncha aldirash, nega maldingiz? Men bilan yura, sana bir narsa ko'rsatay. Bir narsa ko'rsatamsiz? Ha, bo'la. Qanaqqa bu mashina bo'lamdi ekan. Bu mashinani ikkimiz birga haydaymiz. Ish haqingni rozi bo'g'dak berman. Keyincha o'z oldingga ish qilsangmi bo'ladi. Qandaq? Ma'qul. Men qo'shildim. Dada, men Kamilkam... Ha, nimaga tilingni chaynaysan? So'g'ing eshib ketdimi ya? Kamilkamga nima bo'pti? Men shu Kamilkamning To'la tilingni chaynamay demamsan. Kamilkamga nima bo'pti? Atdiganda saqtirmamdi. Og'rib qolmagandi. Voy dada, men Kamilkamni og'rib qopti demadim. Endi sen nima demoqchisan? Men mundaq demoqchi, Kamilkam yangidan bir to'piq olash mashinasi setib olibdi. Meni shu to'piq olash mashinasi, to'pi deganni katman bilan qo'lamay, mashina bilan qo'lab nima kapti? Sening bek qo'lig'ing kep ketgan bo'lsa, men bilan etizliqqa belli berib, terix qo'la. Uqdingmi? Ha? Voy bo'ldi-la. Beka kuchimni isrof qilgandek emas. Bo'ldi. Agar men bilan etizliqqa berib ishlashga ma'qul bo'lsang, sana isil xo'razdan birni yeb berman. U bosh-boshda shumdak. Xotin ol desa, unimag'an. Men bilan ishla desa, uningmi unimag'an. Hey, qanday quvluqkin tang. Mushundaq yurayverdigan bo'lsang, xotin seni og'rak. Saymaqon.
Ha, aka, qanday qilgan bo'lding? Dadangga maslahat soldingmi? Dadamning gapini qilmayli qo'ying, men o'zimga o'zim ega bo'la olmayman. Amsa mashinaga chiq. Hep seni. Ben nimi koyda, sen nimi koyda? Dehqonchilik qilganing nimi yomoni bor? Senize. Oho, Yaki aka, kimni tillayapsiz? Hech kimni. Ketminingni elib, yo'lin qilma. Qandoq degan gap bu? Tavba qildim, odamni kim direktirganda azaldan nariq ishmaydi bo'lmasa. Keldilarmi? Ha. Kechki tomoq hozir tayyor bo'ladi. Choy ichsizlar. Sodir degan oqnonchi nega ketdi? At deganda chiqib ketgancha texchi kirmadi. Birdaniga paydo bo'lib qolib, birdan o'tirib tursizlar. Hey! Dikkatlep oqnonchi, etdigandan beri nerede lag'aylab yurding? Qo'sqing ochmasa uy kammamdan. Qandoq degan gap bu? Voy dada, assalom deb bo'g'ichi meni sotlab ketding qo'y. Bundoq degan gap bu. Bolam, keldingmi? Ha, keldim. Hey, degina, etdigandan beri nerede lag'aylab yurding? Hech bo'lmaganda etizeriq ishlarga qarshi bersan bo'lmasmidi? Qachongacha mushundaq yo'l menib, ko'chichingdab, tomoq yeb, chini bekalab yuriysan? Sadigan ketay dada, mening gapimni bir anglab ondim birnim demam sen. Kamilkam to'p qo'llash mashinasi setib olibdi. Meni birga ishlaylik degan. Men ma'qul bo'ldim. To'p qo'llash mashinasi bo'ladigan narsa ekan. Pulni topqili bo'ladi ekan. Sen yer tersang, men sirtda ishlab pul topsam, nima degan yaxshi? Oylik kirimimizmi oshida emasmi? Ha, mundaqda yaxshi qilibsan. Etdigandan beri o'zim yolg'iz etizliqda ishlay. Sen bo'lsan xalqning to'pisini qo'lab yur. Yaxshi, yaxshi. Dada, nimalarni deb yuraysan? Men o'z oldimga egilik tiklamoqchi. Buning uchun men yangi kasb o'rganmasam bo'lmaydi. Mening pushtim turib, xalqning yunda burishligini qildim degina. Sen soltakni. Dadasi tomoqlarni yeysizlar. Yemayman. Bu odamnisi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Yahya aka. Kamil uyda bormi? Ichida. Ha, Kamilovkam, bu yoqqa kel. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, yuqoriga o'sin. Ha, bo'ldi. Sana deydigan ikki yig'iz gapim bor. Shuni deb bo'lib ketaman. Nima gapdi? Anglasam, seni bir to'p qo'llash mashinasi demdi, traktor demdi, bir nima setib olibdi deydi-ku. Shundaq. Yaqinda bir to'p qo'llash mashinasi setib oldim. Qurilishni o'zi kelib ishlayapman. Sizning Sodirmi? Men bilan birga ishlayapti. Ay, bu ne bilaman. Ha? U soltak menga yordamlashmay, ajab sen yordamlashib qopti. Senda biroz sehriy kuch bormi ya? Ha? Yahya aka, bu nima deganingiz? Qandoq deysan? O'chi o'zi xohlab ishlayapti. Sodir mashina bak yaxshi haydaydi. Bu yoqdan elib, bu yoqqa, bu yoqdan elib, bu yoqqa. Mana shundaq. Agarchi Sodir men bilan dehqonchilik qiladigan bo'lsa, qarab tur ha. Ketmani mana mundaq chapatdi.
Bir chepib 1 kilo, bir chepib 2 kilo, bir chepib 3 kilo. Ha? Qandaq? Eng yaxshisi uka, buningdan keyin Sadirni ozdirmay, uni yenidan ketkizib et. Sana odam kerak bo'lsa, mana menga kerak. Bolam mening. Ha? Yahya aka. Bu odamniz. Sadir! Hey, Sadir! Sadir! To'xtat! Hey, to'xtat! Voy, dadam bu yerga nima deb kelgandi? Ishimni ish qildirmaydigan bo'ldi-da. Dada, bu yerga nima deb kelding? Hey, nima deb kelatdim? Sen loyg'azalni deb kelmandim. Tusha bu yoqqa, tusha! Dada, men ishlayapman. Gaping bo'lsa, kechda uyga borganda deyishayli bo'lamdi. Bo'lmaydi. Hozirla deyishimiz. Tusha! Tushmayman. Tushamsan, tushmamsan. Tushmayman. Ma'qul, rasuli tushmaysan-a? Tushmagunini bir ko'ray. Tushamsan, tushmamsan. Ma'qul dada, men tushay. Ajab beshimni og'ritdi. Tugashdim. Endi rostla tugashdim. Sadir! To'xta! To'xta deyman! To'xta deyman! Bu pochig'ini chiqib etaman. Agar to'xtasam pochig'ini chiqarsang, men qanday qilaman? O'zim boqaman. Gapiga ishonmayman. Hey! To'xta! To'xta deyman! To'xta! To'xta! Bo'lgan ish mana shu. Bu dadamni qanday qilsam bo'lar? Ishlab pul topganning nemisi yomon? Men cho'qim dehqonchilik, yoymichilik qilishim kerakmi? To'g'ri, unimi qig'iliq, lekin men undaq ishlarga qiziqmayman. Men kelgusida egilik tiklab, cho'ng korxonachi bo'lmoqchi. O chaqda men yezimizdagi nurg'unlagan 5-emgak kuchlarini ishga o'rinlashtira olayman. Yana texi sizni o'zimga maxsus kotibmi qilib olaman. Qanday? Bu planim bo'lamdi ekan. Qaltis ekan bu. Meni qachonmi kotib qilib oladi? Qachongacha saqlaman? Hech qancha uzun saqlamaysiz. Meningcha 1-2 yil kifoya. Yana poat qiltirdingiz. Bu emas. O chaqda siz mening yolg'iz maxsus kotibimni emas, yana texi maxsus Yana maxsus nemangiz bo'laman? Tezdan yana bir qatim suvda o'zingiz kelgan o'xshamamdi. Yo'q, hech nima. Men chaqchaq qilib qo'ydim. Bo'ldi, go'zal g'aylaringizni qo'ying. Dadingizni qanday taqab o'tirmoqchi? Bu dadamga qanday tushuntirsam bo'ldi ekan tam. Hech uqmadim. Meni bu ishdan to'xtatmoqchi bo'ldi qilmaydigan o'xshaydi. Amisa, ayt qanday qilasiz? Dadingiz ishga bog'lib qo'ymiz-chi. Hay, mening bir amalim bor. 1-2 kungacha asqatadi. Qanday amal? Dada. Menga gap qilma. Agar meni eg'iz ochqizmasang, pushaymonda qolsan-chi bu. Sening gapingni anglag'achqa, mana endi pushaymonni oladiganga qoch topolmayapman. Bundaq gap anglamas bo'lib qolganligingni bilgan bo'lsam, ayni vaqtda oliy maktabda o'qitmaskanman. Qani, degina balam, nima demoqchisan? Bugundan boshlab dadamga etiz eriq ishlar tugigicha yordamlashaman. Rasma? Ras? Lekin bir shartim bor. Nima shart? Men etizda ishlaganda mendan 10 metr yiroqlikda tursan. Mana hargiz gap qilmaysan. Faqat uyga kirgandilar ondan gaplashamiz. Qanday? Bu qanday shart? Mushimi gap bo'ldimi endi? Ma'qul. Gap qilishmasa qilishmidoq. Men sening xo'rzingni to'lab beray. Dada, opa,
Men etizga mangashtiray. Ma'qul bolam. Etizliqimi so'mka ko'tirib borgan bormi? O'zini cho'ng idoraning boshlig'i deb o'ylab qolgan chig'i bu Soltak. Men etizda ishlaganda mendan 10 metr yiroqda tursa, menga hargiz gap qilmaysiz. Faqat uyga kirgandala ondan gaplashamiz. Qanday? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben sana gap kılıvatıman. Ben sana gap kılıvatıman. Anladın mı? Mavi yavaş kulak ne? Hey Sadır. Ha? Bu siz Yahya tağa. Meni aldapsa, hey, to'xtat deyman. Bo'lmaydigan bo'lsa, pochig'ini chiqib o'taman. Tushamisan, tushmamsan, tez tush. Bo'lmasa pochig'ini chiqib o'taman. Doda men tushmayman. Tushmayman deysan, tez tush. Meni aldapsan. O Soltak, bugun ko'gilingni ko'rsatmaydigan bo'lsam, men Dadasam qaytib kel. Bo'ldi. Ne bo'ldi? Bunchola ochingizni keltirgan kim o'zadi? Kim bo'ladi? Sizning Sadir degan shogirdingiz. Aka, ochingizga hay bering. Qanday gap bu chiroyli deydi. Nimani chiroyli deyishida, nimani? Bu Soltak meni ahmoq qilsa, men yana uning bilan chiroylicha deyishamdan, uning ko'giligini ko'rsaman. Hey, ocha! Hepsini çe! Oç deyme! Aka, avaylan. Ocha! To'xtab tur seni. Adamni bermisam. Aka, avaylan ha. Hey, to'xta! Sening adamingni berma. Pochig'ini chiqib o'taman. O Soltak. Ocha! Mana, ochay. Oy. To'xta! Hey! To'xta deyman. Ne qochsanki? To'xta. Eli tutib olsam, adamingni berman bu toza. Qocha, yana qocha.
mana. Qo'chamsan? Ha? To'xta. Voy. Unda qilma. Ay. Nima qiladi bu? Bo'ldi. Yasmadi. Bo'ldi. Tanirga. To'xta. Qayna bu? Ha? Nochi olsang, uyga oyoq bosqichi olma. Yog'och quloq so'ntlak. Bo'ldi yaka aka. Unchola chechilmang. Salomatligingizni asrab. Mashni ko'r. Yaxshi. Bola tek kichik, ish uqmaydi. Nima? Bola kichik? Hey, uning bo'yi to'g'dimi egiz tursa, yana kichikmi? Hey. Nima u bolani to'kiga o'qitib yuriydilar? Bizning oyda nima unchalar jiqish bo'lsin? Hey, qilayotganim ish emasmikan? Ishni menmi qilmasam, bolami qilmasa, kim qiladi? Sen qilamsan, qila, hammani qil. Assalomu alaykum Kamil aka. Va alaykum assalom. Billa tamoq yeylik. Kamil aka. Bo'ldi, rahmat. O'ltiring. Billa yeylik. Bo'ldi. Oy to'ytigicha bir oymi to'shib qopti. Mana bu sening oyoq shaqqing jami 5000 so'm sanab ol. Bo'ldi, sanashning hojati yo'q. Sadir. Konlarda bekaga pul bersimi? Sanab ol degan gap bor. Eng yaxshisi sanab ol. Kamil aka, bu pulni men bekor qilmagan ekan. Bo'ldi, sanamay. Tamog'ing bekli o'xshagandek qiladi, jim. Assalomu alaykum dada. Bo'ldi bolam, tomog'ini ye, ha? Tomog'ini ye. Ha, ola. Dadam anchiki xafa bo'lib qo'yganga shuncha batnab ketgan bormi? Bo'ldi, batnamay tomog'ini ye, ha? Tomoq ye. Ha, kela. Dada, men bugun Nima bugun? Ha? Menga gap qilma. Mening gapimni anglamagan odamning gapini menmi anglamayman? Uqdingmi? Voy, nima deydiganda bu odam? Sodir aram bir uyga kelsa, aramxo'da o'tirib tomoq shigini qo'ysa bo'lmamdi. Bo'ldi bolam, tomog'ini ye, ha? Dadangchi mushundoq tarsa odam. Tersa? Hey, men tersami yoki u tersami? Buningdan keyin gap anglamaydigan bo'lsa, bundoq bolam yo'q.
Balam. Tamaq yemamsan. Balam, nega borsan? Asta. Yahya aka. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yahya aka, o'zingiz yolg'iz aylanib chiqib qopsiz-ku. Ha, shundoq zerikib oynay deb chiqdi. Qachon Sodirning ishini o'ylab chiqasiz? Ha, shundoq. Albatta shundoq. Bu yog'och quloqni yo'ldan chiqargan sen emasmi? Nadiki qamlashmagan ish tutib elib, mana endi mening gapimni faqatla anglamas bo'lib oldi. Qaramam sen bu ishni, endi qanday qilib? Hey, Yahya aka. Siz xato tushunib qopsiz. Anglasam, siz Sodirni bugun bir yig'izmi gap qilg'izmay uydan chiqarib etibsiz. emis qanday qilaman? U mening gapimni anglamasa, men uning gapini anglamdim. Bugun u sizga nima demoqchi ekanligini bilamsiz. Nima bermoqchi? Mana buni. Hey? Bu nima pul? Bu Sodirning bir oylik maoshi. Ha? 5000 yuan. 5000 yuan. Bu yigit nihoyat yaxshi ishladi. Men bu kolash mashinasini olgandan buyon qurilishni huddiga oldim. Bir oyda to'p-to'g'ri 30 ming ko'y kirim qildim. Bo'lamdiki? 30 ming ko'y? Ha, bo'ladi ekan. O'ylab baqsizlar, agar men bu sizlarga o'xshash dehqonchilik ishlariga qarashli bo'lib qolgan bo'lsam, bu pulni hargizmi topolmaydi. Shundaqmi? Sizlarning Sodir bu ishga qiziqib qolgandek qiladi. U kelgusida pul tepib, eglik tiklayman deydi. Hozir bundoq irodalik yoshlar oz tepiladi. Sizlar Sodirdan faxrlansizlar bo'ladi. Biz uningga yordam berishimiz kerak. Men kelar oyda bir qurilishni huddiga olmoqchi. Agar ma'qul ko'rsizlar, ikkimiz birga ishlaylik. Qandaq? To'la chaqchaqama. Sodir ishlaganni oz deb, menimi o'zingga yolg'onmi ish qilib olmoqchimisan? Yahya aka, nima gaplarni qilyaptilar? Mening demoqchi bo'lganim, sizlar bu mashindan birini olsizlar demoqchiman. Menmi birini olam deb? Ha, shundoq. Sizlarmi birini olsizlar, biz birlikda ishlab pul topamiz. Sizlar etiz-yeriq ishlarga mas'ul bo'lsalar, Sodir mashinaga mas'ul bo'lsa, ikki tarafdan kirim qiladi emasmi? To'g'rimi? Hey? Bu ish bo'ladigan ishga. Biroq menda hozir uncha ko'p pul yo'q. Bu narsami oz pulga kelmaydigan-da haqiqatan. Ha? To'g'ri, oz pulga kelmaydi. Biroq bank qarzi olsak bo'ladi emasmi? Aha, bank qarzi. Shundoq. Bu mundaq gap. Sizlar avval umumiy summaning 40%ni topshirdilar. Qolganini bank qarzi orqali muddatga bilib topshirdilar. Bir yoqdan pul topqash, yana bir yoqdan qarz qaytardilar emasmi? Agar pullar yetmasa, kam qismini men berib turay. Qandaq? Menga pul berib turamsan? Sodir. Bo'lmasa, men dadingiz bilan ko'rishib baqay. Dadamga nima deysiz? Albatta, sizning gapingizni chalaman-da. Dadam mening gapimni anglamayotgan yerda sizning gapingizni anglamı. Siz dadamni toz tushunmaysiz. U o'zining gapini yo'rg'iltadigan bek johil odam. Gapingizni anglamasmikin? Buningga mening bir amalim bor. Rasa ko'tilda dadingizning og'zini ochirmay beshini o'chaq qilaydiman. O'chaqda anglamay amal yo'q.
Assalomu alaykum Yahyo tog'a. Oy. Va alaykum assalom. Ha, o'ltiring, o'ltiring. Qizim, meni yana ahmoq qilib kelmagansiz, ha? Undaq emas Yahyo tog'a. Men o'tgangi ishdan o'zimning apul so'rag'ili keldim. Ha. O'zim kichik bo'g'inim bilan sizlar bilan paranglashqali keldim. Ha. Ha, qani, xo'sh. Yahyo tog'a, sizlar nimishqa Sadirni o'z ixtiyori qo'yib bermay, uni ko'ziga kirib olinglar. Gapim to'g'rimi, xatomi? Bir oliy maktab o'quvchisini men bilan birga ketman chap desizlar, bu zodi qandoq bo'ladi? Gapim to'g'rimi, xatomi? Men bilan dehqonchilik qilgan odam uni maktabda o'qitib nima qiladi? To'g'rimi, xatomi? O'zim xohlagan ishni qilaman degan bo'lmabdimi? Bu to'g'rimi, xatomi? Sizlar yashagan davr bilan bu davr hargiz o'xshamaydi. Hozirgi zamon yoshlari o'ziga xos o'y fikrga ega. Bu to'g'rimi, xatomi? Hozir degan ilm fan uchur davri, hargiz ot eshak davri emas. Bu to'g'rimi, xatomi? Yer shari oldi qarab taraqqiy qilmasa, sizlar kayniga qarab taraqqiy qilsa bo'lamdi. Deganim to'g'rimi, xatomi? Gapim to'g'rimi, xatomi? Gapim tex tugimidi. O'ylab baqsla tag'a. Sening qilganlaring mutaassiblik, hargizmi taraqqiyparvarlik emas. To'g'rimi, xatomi? Bu qilganlar zolimlik, hargizmi rahimdillik emas. To'g'rimi, xatomi? Har qanday yoshning o'z erkinligi bo'ladi. Sadir hargiz sening quldor emas. Sadirni tuqqanlarining qizi bilan to'y qilishga zo'rlasa hargiz bo'lmaydi. Uni yaxshi ko'rgan qizi bor, to'g'rimi? Nima? U kimni yaxshi ko'rdi ekan? Albatta meni. Ha? Yo'q. Bu xato. Sadir! Voy onamay, dadam yana men bilan so'qishga kelgan o'xshamadi. Nimandaq men bilan qolsa dada ishini yo ish qilib qo'ymadi. Balam, endi qochanmaysan. Ha. Dada, meni ishtigili qo'ysang-chi, sendan o'tinib qolay. Nimandaq men bilan qolsan. Kim sen bilan qopdi? Sen-chi? Sen ha, qochanmaysan. Oy, to'xta. Hey, qo'ymaysan. Yahyo tog'a, o'zingizni besiblang. Ay, qizim, siz neri turing? Ota bolaning ishiga siz aralashquchi bo'lmang. Uqdingizmi? Men bugun cho'qib aralashaman. Aralashamiz? Aralashqaningizni bir ko'ray. Hey, neri turing ha? Qanday qiladi? To'xtab tur. Seni tutamamdim ha? Ay. Balam, nimandaq sadın hörkigen qushdek keçib yerisan. Dada, sen qo'g'lagan ekan men albatta qochaman-da. Ay jinim balam, bugun men seni tutib uyga ep ketgili kelmadim. Belki sana mushunga o'xshash traktordan birini ep beray deb keldim. Traktor emas. Topqolash makinasi. Ras. Meni deganlarim ras. Dada, sen meni tushimdagi dadamga o'xshading. Nima? Men sening tushundagi dadang emas. Belki seni topgan o'z dadang. Dada sen pek yaxshijimi? Jinim balam. Oy, can. Oy balam. Qulog'ing nima bo'ldi sen? Voy, nima deganchiq? Ha? Palama, qaysini olasiz? Bolam, seningcha qaysini olsak bo'lar? Uninkiga o'xshashni olaydi, ha? Ha, to'g'ri. Seninkiga o'xshashni olamiz. Ha, menikiga o'xshash. Ha. Yuringlar. Ha.
Sadır! Sadır! To'xtat! Dada, sen öyde koy bakmay bu yer neymiş kılsan? Ay, qo'yni apang baqqali ketdi. Men seningdan buni haydashni o'rganib olay. Qanda? Bop demse, ben sana öğütüp koyay. Ha. Oy. Qanda qaydaydi buni? Mana mavu xot. Ha. Mavu Bu ko'rmiz. Mavuni aldığı iştirsen Ha. kolaydı. Bunu iştirsen aylanıdı. Ha. Mavuni bu yak kısan Ha. oğlu manıdı. Ha, bu yak kıma? Bu yak kısan solgu manıdı. Bana mışındak. Andikin aldığı iştirdi. Ha, buchu bu. Bu tutkoş. Ha, buni bunda. Yak. Bu ne bu yak kısan? Ay, bo'ldi, tushundirmanglar. Ne tura? Men tushunaman. O'zim aydayman. Ay diyelim. Ha, o'zim aydayman. Ha, mana. Bana haydagandek bo'ldi. Kalayım kanaydı mı? Dada avaylap beyde. Ha, bilmem. Koyay degendekleydeyse. Bu yak kısan mavuni aldığı.老爸，那时候我是过娃子。算了，不跟你说了。哎，你还想让我走吗？我还没说完呢。你就是我的孩子，我就是你的爸。我跟你说话呢。大叔，请你冷静。怎么了？叶大叔，别那么生气，注意身体啊。好，开始。呀，大叔，请你冷静。哎呀，孩子，让开，不要插手我们父子里面的。